kuryer va dostavka sohasida 10 kilometrga 92 ming pul chiqarib beryapti ikkita zakazga. Bunga nima deysizlar aka-ukalar? 92 ming ikkitalik zakaz. Ikkitalik zakazga 92 ming pul. Yomon emas. Qani o'z fikringizni kommentariyada yozinglarchi. 92 ming 10 kilometr radiusga yomonmi? Ikkitalik zakaz. Hozirgi paytda Yandexda kuryer va dostavka sohasida mana shunaqa o'zgarishlar bo'lyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hormayli aka-ukalar, opa-singillar, xonadonlar tinchmi? Oila xotirjammi? Sizlar bilan Pick-up.uz hamda Taksi Polvon videoni oxirigacha kuzatishlarini maslahat beraman. Birinchi va keyingi zakazlarni ham sekin-astalik bilan qo'yib boraman. Xo'p, aka-ukalar, endi hamma zakazni qo'ya olmayman, to'g'ri tushuninglar. bitta zakaz qo'yib sizlarga ozgina tushuncha berish uchun kirdim o'zi. Sizlar bilan yuz ko'rishgan. Aka-ukalar, xullas o'tgan safar video qo'yganimda ba'zi bir insonlar rulda ketib telefondan foydalanmay aka deyshibdi. Axir men bunaqa probkada turgan bo'lsam, probkada menga bu telefon hech qanaqa xalaqit bermayotgan bo'lsa, yana nima qilishim kerak deydi-yu. Nima qilishim kerak? Biz probkada yashayapmiz, probkada kun kechiryapmiz. Xullas, aka-ukalar, hozir Yandexda yangi o'zgarish bo'ldi. Hammanglarning xabaringlar bor. Har bir kuryer menimcha kuniga 20 ta zakaz qilayotgan bo'lsa, o'sha 20 ta zakazini orasida, ya'ni zakazlarning soni bo'yicha aytyapman, orasida bir 16 tasi ikkitalik zakaz bo'lib tushgan. Ya'ni 16 ta bir 8 ta hisobi. Aka-ukalar, shunaqa o'zgarish bo'lyapti. Bu kunduz kuni ishlaydigan kuryerlarimiz uchun juda ham qo'l kelyapti. Kechki payt ham yaxshi natijaga erishsa bo'lyapti. Kunduz kuni deyotganimiz sababi, kunduz kuni juda ham повышение baland paytda xuddi shunaqa summalarni ishlab olishinglar mumkin bo'ladi. Ya'ni 92 ming, 95 ming, 85 ming ketkizsanglar, vaqt nari beri 40 minutdan 1 soatgacha vaqt ketkizasizlar. Foizini olib qolganida xullas sizlarning qo'lingizga 92 mingdan bir 75 minglar atrofida pul tegsa, buni olib qaraganda 1 soatga 75 ming degani bu taksidan a'lo daraja degani. Nima dedinglar aka-ukalar? Xullas bu zakazni yopaman va sizlarga natijasini ko'rsatib beraman. Hop, aytganimdek aka-ukalar, men zakazni yopdim va sizlarga natijasini ko'rsataman. Birinchi shu aytganimdek zakazim. Hop, buni yopamiz. Summasi 92 ming. Hop, bu summa necha pulga aylanyapti bizga? Bu narsani ham bir ko'rsatib o'taman. Hop, bitta obnovleniya olsin. Bitta obnovleniya olsin. Hop, obnovleniya olguncha men sizlar bilan ozgina suhbat qilaman aka-ukalar, qaranglar. Hop, Yandex yedada ish yaxshi bo'lyapti, yomon emas. Faqat shunaqa momentlar bo'ladi, onda sonda ana o'zgarishlar bo'ladi. Shunda bir hafta 10 kun ish slabiylashib qoladi. Hop, aytganimdek, bir 73 minglar bilan dedim. Mana aytganimdek xuddi shunaqa yopildi. Hop, 75 ming, 73 minglar dedim. Mana ko'rishingiz mumkin, 73 ming bilan yopilyapti mana summa. Xullas shunaqa. Ishlasa, harakat qilsa, pul topsa bo'ladi. Endi to'g'ri, bu summalar aytib o'tmoqchimanki, har doim ham bo'lavermaydi bunaqa. Aytishingiz mumkin, hozir bir udashini chiqib qoldi-da, shuni qo'yib yuboring deyishingiz mumkin. Mayli. Nasibaga yarashasini tortaveramiz, nima dedinglar? Самое главное, eng asosiysi biza mehnatdamiz, biza harakatdamiz, biza pul topamiz, uyda o'tirganimiz yo'q. Eng asosiysi shu. Aka-ukalar aytgancha, sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam bor edi. Yana issiq kunlarda mazza qilib akroshka, tako quyugina akroshka ishkilar kelsa, Pick-up.uz ofisiga kelinglar. Shunaqangi shirin akroshkani tayyorlashyapti, gap bo'lishi mumkin emas. Tez orada kuksilarni ham yo'lga qo'yamiz deyishgan. Balkim bu videoni ko'rayotganinglarda ofisimizda bizani kuryerlar mazza qilib kuksi ichib o'tirgan bo'lishligi mumkin. Yozni issiq jaziramasida akroshka, kuksiga o'xshagan taomlar juda ham xush yoqadi. Bizani Pick-up.uz o'z kuryerlari hamda butun
respublika bo'yicha shaharda ishlaydimi, boshqa viloyatda ishlaydimi, taksistmi, kuryermi, qizig'i yo'q. Mehnatda yurgan o'zimizni rabataga bolalar uchun shu oshxonani ochib qo'ydi. Xullas, hozirgi paytda narx ozgina o'zgardi, hamma narsaning narxi oshgani uchun hop, non, salat, choy hamda ovqat 25 ming so'mga aylanmoqda. Mazza qilib, kanalikalarni sayrog'i ostida ovqat yeb, mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladi. Xullas, aka-ukalar, hammanglarni Pick-up Uz ofisida kutib qolamiz. Kelinglar, mazza qilib, ovqatlanib ketinglar. Kimda kim kuryer sohasiga qiziqayotgan bo'lsa, videoni o'tkazib olmasdan ko'rishni tavsiya qilib qolaman. Xudo xolasa, chiroyli videolar qilishni boshlaymiz. Endi agarda yana bir zakaz tushsa-ku, men sizlarga uni ko'rsatib o'taman. Agar mabodo zakaz tushmasa, salomat bo'lasizlar deb qolaman. Joninglar sog' bo'lsin, ukalar.